Assalomu alaykum qadrli opa-singillarim. Soat 12:44 va sizlar bilan qolgan joyimizdan davom ettiramiz. Ya'ni Sinelnikovni Niyatning kuchi kitobini tahlilini boshlagandik, orada to'xtab qoldim ba'zi sabablarga ko'ra. Demak, Sinelnikov nima deydi? İnsonlarni aksarni, ya'ni orzulari amalga oshmasligini sababiga 3 ta muammoni keltiradi. Yo'q, 3 ta emas, 4 ta muammoni keltirar ekan. Birinchisi deydi, insonlar o'zlarini majburiyatlarini bo'ynilariga olmaydi, ya'ni majburiyatlaridan qochishadi deydi. Ya'ni mas'uliyatdan qochishadi deydi va haqiqatda men bu fikrga qo'shilaman. Ko'pgina muammolar insonlar o'zlarini mas'uliyatlarini bajarmaganliklaridan, o'zlarini o'sha bajarishlari kerak bo'lgan majburiyatlardan qochganligidan kelib chiqadi deb o'ylayman. Lekin mana shu joyda muammoni keltirganda bizga yana noto'g'ri fikr bilan bo'lishib ketgan. Ya'ni biz Xudoga o'xshab yaratilganmiz deydi va biz Xudoga o'xshab yaratilganligimiz bu sifat bo'yicha u kabi kuchga egamiz, lekin miqdor bo'yicha emas deydi. Ya'ni sifatda biz unga o'xshaymiz deydi, lekin miqdori jihatidan emas. Ya'ni nima demoqchi? Biz unga o'xshab, masalan, tezda yaratib tashalmaymiz demoqchi. Meni nazarimda, ya'ni lekin biz unga o'xshab yarata olamiz. Ya'ni biz ham yarata olamiz, lekin miqdor jihatdan biz pastroqmiz demoqchi. Lekin unaqa emasligini biz sizlar bilan oldingi tahlillarda gaplashdik. Ya'ni inson Allohga o'xshab yaratilgan emas. Ya'ni bizni e'tiqodiy jihatimizdan bunaqangi fikr noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni insonni Alloh taologa o'xshatishlik bu xato. Ikkinchi muammoni aytgan. Ikkinchi muammoda biz o'zimizni haqiqiy bo'lmagan, bizda o'sha haqiqiy bo'lmagan istaklarimiz bor deydi. Biz masalan o'zimiz nima xohlayotganligimizni bilmaymizda. Biz yaqinlarimiz nima xohlayotganligiga qarab, ota-onamiz nima xohlayotganligiga qarab biz istaklarimiz shakllanadi. Ya'ni biz o'zimiz nima istayotganligimizni bilmaymiz demoqchi. Va bu fikrga ham qo'shilaman. Aksar odamlar aslida hayotda yashab nimani xohlayotganliklarini bilmaydi, balki o'sha ularning xohishlari ota-onalarini xohishiga qarab turib tuziladi. Va uchinchi muammo barcha istaklarimizni anglab yetmayotganligimizdan iborat deydi. Agar ularni anglaganimizda edi, bir-biriga qarama-qarshi istaklarimiz borligini payqagan bo'lardik. Masalan, biz uxlashni istaymiz, lekin ishga borishimiz kerak. Yoki biz kelishgan bo'lishni xohlaymiz, ya'ni qaddi qomatimiz kelishgan bo'lishni xohlaymiz, lekin kechasi to'yib ovqatlanamiz. Yoki biz ko'p pulga ega bo'lishni istaymiz, ammo bizda pullar bilan bog'liq qo'rquvlar bor va hokazo. Ya'ni uchinchi muammoda nima demoqchi? Bizni bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan istaklarimiz bor deydi. Ya'ni bu narsalarni biz ongli ravishda anglamaymiz. Ya'ni bizning istaklarimiz hammasi bitta maqsadga yo'nalishlik kerak. Misol uchun, chiroyli qaddi qomatga ega bo'lmoqchimisan, sen o'sha nima deydi? Mashg'ulotni xohlashing kerak demoqchi. Ya'ni to'yib ovqatlanmaslikni xohlashing kerak. Yoki bo'lmasam pul topmoqchimisan, dangasalik qilmasliging kerak. Ya'ni mehnat qilishliging kerak. Ya'ni yotgan holatda pul kelmaydi demoqchi. Ya'ni istaklarimiz bir-biri bilan bitta tizginda bo'lishligi kerak demoqchi. Va mana shu joyda meni bitta fikr esimga keldi. Rohat uchun rohatdan voz kech deyiladi. Biz o'sha ahli ilmlarimiz ma'ruzalarida ko'p aytishgan, ya'ni rohat uchun rohatdan voz kech. Ya'ni bu qanaqa, nima degani desa, siz kelajakda qanaqa darajaga chiqmoqchisiz, qanaqa kasbda yaxshi mutaxassis bo'lmoqchimisiz, xullas kim bo'lmoqchisiz? Buning uchun tishga qo'yib, qattiq mashaqqat bilan o'qish kerak, izlanish kerak. Ya'ni hech narsa qilmasdan siz o'zingizni o'sha nimangizga, ya'ni orzuyingizga, maqsadingizga erisha olmaysiz. Demak, rohat kerakmi? Demak, o'sha rohat uchun rohatdan voz kechish kerak. Ya'ni bu biz o'zimizni ustozlarimizni suhbatlarida ham uchratamiz. 4-muammo.
bunisi ham juda ham muhim deb yozgan. Istaklarimizni atrof olam bilan nizoda ekanligiga. Gap shundaki, ba'zi istaklarimiz boshqa odamlarning istaklari bilan qarama-qarshi bo'lishi mumkin. Masalan, biz biror narsani istaysiz, masalan, siz biror narsani istaysiz, xotiningiz yoki ota-onangiz yoxud bolalaringiz esa boshqa narsani istaydi. Siz charchagansiz va dam olishni istayapsiz, biroq qo'shningiz baland ovozda musiqa qo'yadi. Ya'ni to'rtinchi muammo sifatida sizni istagingiz bilan boshqa odamlarni istagi qarama-qarshi ekanligi deydi. Ya'ni nima sababdan bizni istaklarimiz ro'yobga chiqmasligining to'rtinchi sababi ekan. Bilmadim, men bu fikrga qanchalik asosli yoki asosli emas, balkim bu ham qaysidir ma'noda to'sqinlik qilishligi mumkin. Masalan, bir farzand doktor bo'lishni xohlaydi, lekin uni ota-onasi quruvchi yoki bo'lmasam deylik investor bo'lishni xohlar, ekonomist bo'lishni xohlar. Va mana shunda haligi bolaga ota-ona ko'pincha bosim beradi. Ya'ni o'zini yo'lidan ketishligiga ko'p hollarda qarshilik qilishligi mumkin o'sha ota-ona. Endi bu 100% holatda emas, bu ham bo'ladi. Ya'ni mana shunaqangi qarshilik bo'lgan vaqtda insonlar haqiqatda o'sha o'zlari xohlagan istaklarga, o'zlari xohlagan manzillarga yetib bormaslik. Va keyingi etapda avtor bizga ko'rib turganimizdek bizda qarama-qarshilik bor. Umid qilamanki, ularni aksariyatini, balki hatto hammasini niyatni yaratish va ro'yobga chiqarish san'ati yordamida hal qilamiz deydi. Ya'ni yaratish qonuniga qaytamiz deydi va bu yaratish so'zini tushuntirib o'tdim tahlilda, oldingi tahlillarda. Ya'ni biz yaratmaymiz, biz Alloh taolo bergan imkoniyatlardan foydalanamiz va bizda iroda bor, ya'ni tanlash ixtiyori bor. Biz o'z dunyomizni hamma uchun bitta katta umumiy olamni yaratayotganimizni allaqachon qat'iy tushunib oldik. Mana shu jumla juda ham noto'g'ri jumla. Ya'ni hamma uchun qanaqa qilib siz katta umumiy olamni yaratayapsiz? Ya'ni aks ya'ni bu gologramma bir balo qonun deb aytildi-yu, lekin bunaqa qonun ilmiy isbotlanmagan. Ya'ni hech qanaqa ilmiy asosga ega fikr emas. Ya'ni biz uchun Alloh taolo bu olamni yaratib qo'ydi va bizni bu olamga tushirdi va bizga bu dunyoda nima kerak bo'lsa hamma narsani yaratib qo'ydi. Ya'ni bularni hammasini Alloh taolo bizga qildi. Ya'ni biz qilmayapmiz. Ya'ni biz hech kimga hech narsa qilganimiz yo'q. Bizni bu dunyoga kelganimizdan keyin yerni obod qilib, insoniyatga yaxshilik qilish va shu bilan birga eng oliy maqsadimiz avvalo Alloh taologa ibodat qilish. Ya'ni ibodat qilish faqatgina namoz, ro'za emas, balki mana shu olamni ya'ni mana shu muhitimizni, yashayotgan muhitimizni obod qilishligimiz, mana shu atrofimizdagi insonlarga yaxshilik ulashishligimiz bu ham aslida ibodat. Hattoki birgina tabassumimiz ham ibodat hisoblanadi. Ya'ni biz mana shunaqa muhitda yashayapmiz. Ya'ni biz o'zimizga hech narsani yaratayotganimiz yo'q. Bizga yaratib berilgan. Bizga Alloh taolo hayvonot olamini, sayyoralarni, quyoshni xizmatimizga bo'ysundirib qo'ygan. Endi va aytadiki, siz atrofga nimani bersangiz, o'sha narsani olasiz. Masalan, tajovuzkor, shunaqa zo'ravonlik energiyasini, quvvatini tarqatadigan insonlarga mana shunaqa quvvat qaytib keladi deydi. Atrofga endi biz psixologlarimiz nima deydi? Atrofga sevgi ulashing, mehr ulashing. Qaranglarda, atrofga haqiqatda biz yaxshilikni berishligimiz kerak. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'sha birgina tabassum ham sunnat ekanligini o'rganganimizdan keyin bu birgina tabassumimiz bu boshqa insonlarga yaxshilikni ulashishligimiz hisoblanadi. Ya'ni bu bizni o'zi e'tiqodimizda bor narsa. Endi qanaqa bo'ladi? Misol uchun siz ayol kishisiz deylik, hammaga hingillab ketavermaysiz. Ya'ni nomahram erkaklar bor atrofda. Misol uchun ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, nomahram yigitlar, erkaklar bor. Ya'ni ularga ham hingillab qarab,
ko'z urushtirish, bu atrofga o'sha sevgi, bir narsa, mehr muhabbatni taratish emas. Ya'ni biz farqini bilib olishligimiz kerak. Biz endi muslima o'laroq, ayol kishi o'laroq o'zimizni o'sha ehtiyot qilgan holatda biz faqatgina o'sha o'zimizni yaqin insonlarimiz, ya'ni mahramimizdagi insonlar bilan chiroyli munosabatda bo'lishligimiz kerak. Ya'ni nomahram erkaklarga ham hingillab, ya'ni tanigan, ya'ni hingillab yurish bu to'g'ri emas. Ya'ni to'g'ri, ular bilan agar muloqot qiladigan bo'lsak, to'g'ri muomalamizni qilamiz, lekin unaqangi bir ko'z urishtirib, unaqa narsa bo'lmasligi kerak. Mana shunaqa kichkinagina bir nozik bir jihati bor, shu narsani biz farqlab olishligimiz kerak. Ya'ni atrofga sevgilashish kerak deganda, Rostovda splashnoy deydi-yu, hamma narsaga unaqa, ya'ni hamma o'tgan ketganga hingillab, dirjayib, tabassum qilib qarash emas. Ya'ni bu narsani bilib olishligimiz kerak. Va aks ettirish qonuni haqida ketgan. To'g'risini aytsam, aks ettirish qonuni, ya'ni siz biror insonda biror bir aybni ko'rsangiz, balkim o'sha narsa sizda ham bo'ladi. Siz o'sha narsani isloh qilishingiz kerak deb aytadi. Bu fikrga men 50 ga 50 qo'shilaman ham, qo'shilmayman ham. Shuning uchun qanaqadir bir e'tiroz jihatim yo'q. O'zing o'zgar deb xabar qiladi u, shunda atrofing dunyo o'zgaradi. Ya'ni mana shu fikr juda ham to'g'ri. Ya'ni inson avval o'zi o'zgarishi kerak. Ya'ni o'zgarishni inson avval o'zidan boshlashlik kerak va avvalgi tahlillarda ham buni aytib o'tdik. Ya'ni qachon inson haqiqatda o'zi o'zgaradigan bo'lsa va har bir inson o'zini atrofdagi insonlar emas, balki o'zini islohi uchun harakat qiladigan bo'lsa, ana shunda jamiyat o'zgaradi. Chunki bizda qanaqa odamlar nima-ku, ya'ni o'zini hayoti, o'zini bir ichki olamida muammolar bor, lekin atrofidagi insonlarni o'zgartirishga harakat qiladi, atrofdagi insonlarga e'tirozlar bildiradi, boshqa, ya'ni va jamiyatdagi bo'layotgan illatlarni o'zidan emas, o'zidan boshqa hammadan ko'radi. Ya'ni qaysidir ma'noda jamiyatdagi illatlarga biz har birimiz sababchimiz. Chunki biz o'zimiz o'zgarmas ekanmiz, jamiyat isloh bo'lmaydi. Ya'ni o'zgarishni avval o'zimizdan boshlashimiz kerak. O'xshash narsalar o'xshashini o'ziga tortadi va haqiqatda o'xshash narsalar o'xshashini o'ziga tortadi. Chunki bu narsani men nimadan bilganman? O'zimni sahifamdan bilganman, shaxsiy kanalimdan. E'tibor qilsam, mana shu kanalimda yig'ilgan qizlar ko'pincha o'zimga o'xshagan qizlar bo'ladi. Menga o'xshab, to'g'rimi, 100% menga o'xshab fikrlashmaydi, 100% menga tashqi ko'rinishdan o'xshashmasligi mumkin. Lekin qanaqadir ma'noda bizni ichki olamlarimiz juda ham o'xshaydi va shuning uchun meni kuzatishadi. O'xshamaganlar qanaqadir ularda o'sha, ya'ni yuldiziga to'g'ri kelmagan qizlar kanalni tark etishaman. Shundan bilganman. O'xshash odamlar, o'xshash, ya'ni qalbi o'xshash odamlar o'ziga o'xshaganni tortarkan. Ichki tovushimiz qanday shakllanadi degan, o'tilgan tajriba asosida shakllanadi deydi. Ichki tovush bu aslida bizni nafsimiz hisoblanadi. Bizni e'tiqodimizda, ya'ni ichki tovush bu bizning nafsimiz. Ichki tovush doim ham haq bo'lmaydi. Nafs doim ham yaxshilikka yetaklamaydi. Shuning uchun ruhiy tarbiya ustozlari, tasavvuf ulamolarini orasida o'sha tasavvuf ulamolari insonlarni ruhiy kamoloti bilan shug'ullangan, nafslarni tarbiya qilish bilan shug'ullangan. U aldashligi ham mumkin, ya'ni nafs qaysidir ma'noda his qilishligi mumkin, ya'ni bu ichki bir intuitsiya deyishligi mumkin. Masalan, oyog'im tortmayapti deysiz, borsiz qanaqadir bir
sizga yoqmaydigan holat bo'ladi. Bunaqa holat ham bo'lishligi mumkin, lekin bu narsa 100% bizni nafsimizni haq ekanligini bildirmaydi. Ya'ni nafsga qo'yib bersangiz, nafs aslida insonni yaxshilikka olib bormaydi. Misol uchun, hozir men dars qilishim kerak, men hozir til o'rganishim kerak deydigan bo'lsangiz, bu narsa nafsga og'ir keladiki, yot, hozir men bu shorts ko'r yoki bo'lmasa men bu reels ko'r, Instagramga bitta kirib chiq kabi sizga har xil variantlar beradi. Bu aslida nafs. Yoki bo'lmasam do'konga kirsangiz, siz yaxshi ko'radigan, nafsingiz yaxshi ko'radigan narsalarni ko'rsatadi. Ya'ni shundan olgin, yegin, bitta ko'rgin deb. Ya'ni bu narsa hammasi nafs. Demak, bizni ichki tovushimiz bu bizni e'tiqodimizda nafs ekan va nafs doim ham bizni to'g'ri yo'lga boshlamas ekan. Bu narsani bilib olishligimiz kerak. Menimcha tahlilda menimcha shu bo'lsa kerak. Mana keyin yana bitta nima deyilgan? Qaranglar. Ammo baxtga erishish uchun ruh o'zini rivojlanish va takomillashish yo'lidan o'tishi bu ruhning karma vazifalari tomonidan belgilab qo'yilgan hayotiy saboqlarni o'rganishi va yaxlitlikka ega bo'lishi kerak. Qaranglar. Ruh rivojlanishi va takomillashishi uchun deyilyapti-da. Bilasizlarmi? Bizi dinimizda ruh haqida sizlarga ozgina ilm berilgan deyiladi. Ya'ni Qur'oni Karim Isro surasi 17-oyatda. Ya'ni ruh haqida biz ko'p ilmga ega emasmiz. Alloh taolo bizga juda ham oz ilm bergan. Va ruh haqida hamma xohlagan gapni gapirib tasha olmaydi. Ya'ni gapirsa ham bu xato bo'ladi. Agar ruh haqida ilm berilganida edi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni mohiyatini bizga 100% ochib bergan bo'lardilar. Alloh taolo buni yashirdi bandalaridan, demak, bandalar hech qachon uni mohiyatiga yetib bora olmaydi. Endi ruhni rivojlanishi, takomillashishi esa oxirgi vahiy qilingan din bilan bo'ladi. Bundan boshqa yo'l yo'q. Ya'ni bizni karma vazifalar tomonidan belgilangan bir narsalar emas. Qizim yig'lab qoldi. Xo'p, karmani ham oldingi tahlillarda tushuntirdim. Menimcha bu Telegram kanalimda bor, kitobdan fikrga deb nomlangan audio tarzda tushuntirganman. Ya'ni karma dinimizda yo'q. To'g'ri. Yaxshilik va yomonlikni qaytishi bor, lekin bu narsa bizda karma deyilmaydi. Ya'ni bu narsa Alloh taoloning irodasi bilan bog'liq, Alloh taoloning xohishi bilan bog'liq. Masalan, kimdir bizga yomonlik qilgan bo'lsa, u albatta bu dunyoda jazosini oladi deya olmaymiz. Ya'ni Alloh xohlasa bu dunyoda beradi, xohlasa oxiratga olib qo'yadi, xohlasa bu dunyo va oxiratda beradi. Ya'ni biz Allohning nomidan qaror qila olmaymiz. Yaxshilik ham xuddi shunaqa. Ya'ni karmada Allohning irodasi degan tushuncha yo'q va karma bu o'sha buddistlarda nimasiga, e'tiqodiga tegishli va unda karma tushunchasi reinkarnatsiya bilan ham bog'liq jihati bor va buni audio tarzda men adashmasam oldingi tahlillarda tushuntirganman. Demak, ruhni takomillashishi deyapti, rivojlanishi karma vazifalari tomonidan belgilab qo'yilgan. Endi qaranglar, karma qanaqa qilib odamga belgilab qo'yishi mumkin? Qaranglar, karma bitta holat bo'ladigan bo'lsa, karma vazifalari tomonidan belgilab qo'yilgan hayotiy saboqlarni o'rganishi, yaxlitlikka ega bo'lish. Ya'ni yaxlitlik deganda nimani nazarda tutyapti? Oldin ham gaplashdik, ya'ni butundan qism. Ya'ni biz butunni bir qismimiz, biz butunga intilamiz. Ya'ni butun bu oliy on yoki Xudo deb aytgan. Ya'ni unaqa emas. Biz Alloh taoloni bir qismi emasmiz. Alloh taoloni biz zarrasi ham emasmiz. Biz Alloh taoloni yaratig'imiz. Biz Alloh taoloni bandasimiz. Biz unaqa qism yoki bir narsasi emasmiz. Zarrasi ham boshqasi ham emasmiz. Ya'ni yaxlitlikka inson yaxlitlikka erishishi mumkin. Ya'ni Allohga emas, ya'ni Alloh bilan bir butun bo'lib keta olmaydi. Qachon insonni ruhi haqiqatda ozod bo'lishligi mumkin, haqiqatda takomillashishligi mumkin, rivojlanishligi mumkin, qachonki u yaratuvchisi xohlagandek ibodat qilsa, yaratuvchisi xohlagandek
yo'ldan yursa, ya'ni Alloh taolo xohlagan yo'l, bizga tanlab bergan yo'l o'zi kalomda aytib qo'yganidek islom, ya'ni islomni men sizlarga din deb rozi bo'ldim deydi Alloh taolo. Demak, har qanaqangi bir g'oyalarga ergashmasligimiz kerak ekan. Ruhning yo'li bu ichki o'zgarish yo'li. Faqat ehtiroslar va sinovlarni yengib o'tish orqali odam o'zining haqiqiy maqsadlarini to'liq amalga oshirishi mumkin. Va mana shu fikrga ham qo'shilaman, ya'ni inson biror bir maqsad tomon yurar ekan, u o'zini ba'zi bir xohlashlardan, ba'zi bir nima deydi, o'sha ehtiroslari, misol uchun dangasaliklaridan tiyilish kerak. Ya'ni rohat uchun rohatdan voz kech. Qoida bu. Ruhning yo'li bu ichki o'zgarish yo'li. Ya'ni ruhning ichki o'zgarish yo'li faqatgina islomni topish bilan, Robbisini o'sha tanish bilan bo'ladi. Boshqacha yo'l bilan bo'lmaydi. Ya'ni islom bilan to'g'ri manzilga borish mumkin. Qolgan bekatlarchi, qolgan dinlarchi, qolgan dinlar ham qanaqadir ma'noda beradi shu narsani, lekin 100%lik emas. Ya'ni ularda ham qanaqadir bir nima deydi, islomdan bir parchalar bo'lishligi mumkin. Ya'ni 100% inkor qilmaymiz, lekin baribir qaysidir joyda adashtirib yuboradi. Xuddi bu kitobda ham bor kabi. Ya'ni ko'ryapsizlar, tahlilni fikrlarga qo'shiladigan tomonlarim bor. Haqiqatda mana shunaqa deyapman, lekin e'tiqod jihatidan to'g'ri kelmaydigan joylar bor. Yo'q, biz unaqa emasmiz, biz bunaqamiz, Alloh taolo bunaqa degan deb sizlarga imkonim qadar, ilmim qadar tushuntirishga harakat qilyapman. Alloh taolo fahmimizni ochsin. Noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, o'zi kechirsin, o'zi anglatsin. Bugungi tahlilimiz shulardan iborat edi. Yoqqan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Bu men uchun juda ham qadrli. Soatimiz 13:11 bo'libdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Xayr.